Serxio Ramos 2018-yilda Zlatan Ibragimovichni aynan Zlatan uslubida ko'mib qo'yganligini bilarmidingiz? Ushbu videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, hozir aytaman. Gap shundaki, 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finalida Muhammad Salohni yiqitib, yelkasini chiqarib yuborgan Serxio Ramosning harakatlariga Zlatan Ibragimovich: "Agar sen menga shu ishni qilganingda hozir komada yotgan bo'larding", deya izoh qoldiradi. Shunda ispaniyalik barcha davrlarning eng yaxshi himoyachisi Ramos: "Xavotir olma Zlatan, bu hech qachon sodir bo'lmaydi. Chunki sen hech qachon Chempionlar Ligasi finalida o'ynay olmaysan", deya javob qaytaradi. Serxio Ramos 2018-yilda Zlatan Ibragimovichni aynan Zlatan uslubida ko'mib qo'yganligini bilarmidingiz? Ushbu videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ying, hozir aytaman. Gap shundaki, 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finalida Muhammad Salohni yiqitib, yelkasini chiqarib yuborgan Serxio Ramosning harakatlariga Zlatan Ibragimovich: "Agar sen menga shu ishni qilganingda hozir komada yotgan bo'larding", deya izoh qoldiradi. Shunda ispaniyalik barcha davrlarning eng yaxshi himoyachisi Ramos: "Xavotir olma Zlatan, bu hech qachon sodir bo'lmaydi. Chunki sen hech qachon Chempionlar Ligasi finalida o'ynay olmaysan", deya javob qaytaradi.